Chokra strapila berdi 100 dona. Keyin bruslar hammasini olib qo'yishdi. Chokra strapila 47 mingdan qo'yib yubordik. YouTube'dan ko'rib kelishgan uchun bonus qilib berdi 3000 so'mdan. 50 ming sotiladi o'zi. Mana shu mashinani to'ldirib beramiz da xolos. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. To'sin berganmiz 4,5 metrlik 120 ming so'mdan. 50 dona Farg'onaga olib ketishyapti. Bugun juma, hammalar ham juma yomlayam bilan kilovrasiga sizlarga ham to'sinlar zo'rini qilib berib turamiz. Like bosib, obuna bo'lib turasizlar. Murulat, strapila vassalagacha bor. Chiroyli to'sinligiga. Buni sveti yangi qizil bo'ladi, push svet bo'ladi. Bu nima endi chiroyli deysizlar-ku. Bu hozir yangi archildi. Halimda suvi ketgan yo'q. Xudo xolasa 2 soatdan keyin yana nima bo'lib oqarib chiroyli bo'lib qoladi. Yangiligida mana shunday qizil bo'ladi. Qizil to'sinlar keldi deb yana hozirga mana bu ustim sarrob 5 metrlik sarrob tagiga ustim. Mana tekizga bir bo'y. Bunlar uyda yasatgani bo'lsa ham chiroyli chiqadi hayvonlarga. Chiroyliligini qaranglar buni. Lekin terib beramiz ro'paraga. Hozir yuklab bo'ldi, persepga 4,5 to'sindi. Bir mashinasi chiqdi mana. Bundan Xudo xolasa serob kelaverasizlar. Mana shunga eksportga ham bor teraklarimiz mana. Chet ellarga ham chiqarib boryapmiz. Andijondan ham kelib ketishyapti. Andijon, Namanganda arzonligi uchun kelib ketishyapti. Hammalar teraklarni. Strapila, to'sin, hamma yo'qlab ketishyapti. Yuklarimiz serob kelaverasizlar. Saxnalardan to'ldirib qo'yganmiz. Strapila, reka, teraklardan to'sin, vassalar terilyapti. Mana Toshkentdan ham kelishyapti. Toshkentlardan ham kelib ketishyapti. Kelaverasizlar.